odamni ko'zi tushmaydigan qilib, bolalarga olib kelganda shunday qolib kelgan. Nimaga? Nazar tushmasin, nazar yomon. Shuni bola chaqalarga yegizaman. 5-6 soatda hasıl bo'lib ketadigan narsaga shunchalik e'tibor qiling. Biz 18-20 ga kirgan singillarimizni, qizlarimizni bemalol avrat a'zolarini ochib ko'chada yurishga sharoit qilib bersak, biz nima degan odam bo'lyapmiz mana shu. Eng yomoni Yevropa mamlakatlaridan kirib kelyapti, g'ayri dinlardan kirib kelyapti. G'ayri dinlar bitta maqsad bor aslida, esimizdan chiqarmaydi. Musulmonlarga eng yomoniga hech qachon bitta taktikasi bor. Hayvonni siz o'zingizdan sug'urib olib tashlasa maqsadiga yetadi. Musulmon odamlar hayosiz, musulmon odam tasavvur qilolmaymiz. Chunki Rasululloh alayhisalom al-haya'u minal iymon deb qo'ydilar. Hayo bu iymondan dedilar, ibodatdan demayaptilar. Ibodatdan iymon birinchi o'rinda turadi. Iymon bo'lsa keyin ibodat bo'ladi. Iymon bo'lsa keyin ro'za bo'ladi. Iymon bo'lmasin, yer yuzini hatto Qur'onga to'ldirib olsangiz ham, yetimlarni boshini sinasangiz ham iymon bo'lmaganda hech narsa qabul emas. Birinchi o'rinda iymon turadi. Mana shu iymonni juziga nimani kirityaptilar? Hayoni kirityaptilar. Boshqa hadislarda al-haya'u la ya'ti bi khayr. Hayo insonga faqat yaxshilikni olib keladi. Yana boshqa hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayo bilan iymon egiz deyaptilar. Agar insondan hayo ko'tarilsa, iymon unga ergashadi. Iymon ko'tarilsa, hayo ham unga ergashadi. Demak, biz shunday tasavvur qilaylikki, iymon bilan hayoni bir-biridan ajratib bo'lmaydi aslida. Et bilan tirnoqni ajratmaymiz. Iymon bilan hayo bitta narsa. Juzi bitta. Agar tasavvur qilaylik, insonning erkak bilan ayol bilan hayo ko'tarilib chiqyaptimi, iymon qo'shib chiqadi. Ular mana shu tomondan ishlayapti. Ular hadis o'qiyapti, o'rganyapti. Qancha oliygohlarda o'qiyapti ular ham dinga qarshi. Tayyorlayapti. Biz dinni o'rganish yo'qsa, ular dinni eng zaif nuqtalarga, eng nozik nuqtalarga urg'u berish bilan ovora bo'ladi. Kecha kunduz. Mana shu 30 yil mobaynida aslida bizni Islomobod bo'lgan, Buxoriylarga yurtda, butun dunyo tan olgan, ilm bilan sug'orilgan joylarga hayosi, iffati tengsiz bo'lgan zotlarni hayosini yechib tashlayapti. Seriallar orqali, internet orqali ayollarda libosiga yopishdi, boshqa qildi. Xohlagan ishimni qilaman dedi. Xohlagan inson bilan gaplashishga haqqim bor, huquqim bor dedi. Mana shunday qilib ayollarni erlardan bezdirdi. Mana hozirgi kunda shu mustaqil bo'lgandan hozirgacha bitta taroziga qo'yaylik, oldingi 100 yillik bitta taroziga qo'yaylik. Shu 100 yillik ichida nechta ajr bo'ldi, shu 30 yillik ichida nechta ajr bo'ldi? Insof bilan aytaylik-da. Oxirgi oldingi sharoit qiyin bo'lgan. Hozir mukammal sharoit. Buni sababi yo'qchilikdan emas, bu hayoni yuqori ketishligidan. Shuning uchun erkaklarimiz ham yengiltak bo'lib ketyapti, ayollar ertak bo'ldi. Inson o'zi hayo ushlab turadi. Shuning uchun aslida bizning bitta holatimiz hayo o'zimizdan bo'lib qolmaydi-da bu. Qalbim pok deydiganlar eshitib olaylik. Qalbim pok, kristian, toza deydiganlar eshitib olsa, iymoniga xatar bor o'sha odam. Musulmonlar jamoasiga qo'shilmaydi bu gap. Xalq kristian bo'lish uchun, toza bo'lish uchun jasad toza bo'lish kerak. Jasad toza bo'lmay qanday qalb toza bo'ladi? Qalb toza bo'lmasa qanaqa qalb toza bo'ladi? Hammasi bir-biriga bog'liq. Bog'chada o'qiydigan odamni universitetga joylab qo'yingchi, aqli joyidami buni deydi. Bu o'shanga o'xshaganlar bo'ladi gap. Oldin jasadni pokiza qilishga o'rganish kerak. Shuning uchun Alloh taolatni buyurib qo'ydi. Seni qalbing toza, o'qir demayapti. Taolat qilasan dedi. Qalbiga qaramayapti. Ayollarga ham xuddi shunday. Seni qalbing zo'r, ochib yuraver hamma joyda demayapti. Uyat joylaringda yashab, erkaklarning nazari tushmasin. Mayli ma'raylar bo'lsa, bundan mustasno Alloh ruxsat beryapti.
nomahramlardan ehtiyot bo'lishga buyuryapti? Bu otasidan ehtiyot bo'lishga buyurmayapti. Yo'q, ukasidan ehtiyot bo'lishga, yerini oldida o'rab yurishga buyurmayapti shariat. Mana shundan xato bo'lyapti, birinchi xato. Ikkinchi xatoyimiz. Birinchi bo'lib o'zbek xonadonida, musulmon xonadonida kelinni birinchi qarori qachon bo'ladi? Kelin oldin kelmaydi uyga. Qachon nikoh o'qilib, er-xotin ham qonuniy, ham shar'iy er-xotin bo'lgandan keyin birinchi bo'lib qadamni kuyovni uyiga bosadi. Endi mana shu kuyovni uyiga bosayotgan birinchi qadamni qaraylik. Qani o'zimizda xatoyimizni anglaymizmi yo'q? Vijdonimiz qiynaladimi yo'q? Birinchi xonadonimizga kelin bo'lib turib kelayotgan kelinni egriga bir qarab qo'yaylik, insof qilib akalar. Qanaqa kiyimda kelyapti? Musulmon ayol kimga kiymaydi unaqa libos, uyada. Hamma joyi ochiq. Qishda ham o'sha ahvol, yozda ham o'sha ahvol. Qishda kerak bo'lsa uni badanni ochishdan qishda qaytaramiz. Ko'ryapmizmi xatoyimiz? Endi amerikalik olimlar g'ayriliklar bo'ladi, tajriba o'tkazgan. Bu tajribada endi shunaqa noma'lum qiladiki bular. 35 yoshlik yoshgina ayolni g'ayridin ayol, ochiq soch yurgan ayolni bitta joyga qo'yadi. Musulmonlardan 70 ga kirgan kabi. Qancha farqi bor tafovut? 35 yosh farqi bor. Ikkalasini badanini tekshiryapti, nurda. Musulmon 70 yoshga kirgan kampirda biron bir badanida bakteriya yoki o'sha zararli narsa yoki chiziqlar o'shanaqa mutlaq ko'rinmaydi. Bu yosh bo'lishiga qaramasdan g'ayridin ayolda hamma joyi to'la. Bakteriyalar nimalar o'lib ketgan hujayralar. Bu oxir tadqiqot qilib isbotlar aytyaptiki, demak erkak kishining ko'ziga Alloh taolo zararli energiyani qo'yib qo'ygan. Bizni ko'zimizda mana shu yerda o'tirgan hammamiz erkak bo'lsak, hammamizning ko'zimizda shunday bir zaharli narsa bor. Bu ochiq turgan badanga agar bitta nigoh tushdimi, o'sha joyda hujayrasini o'ldiradi, zamonaviy o'taysa. O'ta nur kuchli. U atom bombasini nuri hech narsa emas uni. O'sha ayolning badanidagi o'sha qaytga qaragan bo'lsa, o'sha yerda hujayrasi o'ldi degan. Endi u o'lgan hujayralarni o'rnini nima qoplaydi? Farishtalar ketadi, endi jinlar qoplaydi, shaytonlar qoplaydi. Rasululloh alayhisolam aytadilar, "Innama yajri shayton, albatta shayton insonning qon tomirining ichida yuradi" deydilar. Bu shayton sizni o'zlaridan 10 kilometr nariroqda emas, ichimizda bo'lib ham tomir qonimizda yuruvchi shaytonlar, jinlar. Mana shunaqa imkoniyati bor ular. Nimaga bizni qonimizda yuribdi desa, haliga aytgan. Farishtalar tark qilib ketgandan keyin o'ng joyni shaytonlar egallaydi. Shuning uchun hozirgi kunda 3 kunlik o'tar o'tmasdan dam sodiraydiganlar to'lib ketgan. Nimaga? Mingta erkak o'sha ochiq turgan kelinni nazari hammasi o'shanda. Yaxshi nazarda qarasa ham o'sha, yomon nazarda qarasa ham o'sha. Bu joyda azizlar, Xudoning berkit degandek tagida nima hikmat bor desa, Xudoy taoloning mana bu hikmati nomahram erkakning ko'zi nomahram ayolga qadalmasin degan maqsad bor. Shuning uchun Xudoy taolo kitobida "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim" deb qo'ydi. Ey Muhammad alayhisalom, mo'min erkaklarga aytib qo'ying, amr qilib ayting, ko'zlari nomahramlarga qadalsa, yerga qaratib olsin. Uyutsin ko'zini. Niyatim to'g'ri, bir marta qarang, ikki marta qarang deyilmayapti bu yerda. Ko'zi nomahram ayolga qarasa, yerga qarab olishligimizga Alloh buyuryapti. Hozir ko'chada yurib bo'lmaydi, shariatda aytgan narsa unday bo'ladi, bunday bo'ladi deydiganlar ertaga aytmaydi. Alloh bizni holatimizni qiyomat kunigacha yashaydigan ummatda ahvolini bilib turib shu oyatni nozil qilgan. Ayoldan ayb axtarmang. Siz o'zingizni taqvoingiz bilan shug'ullaning. Nomahramga ko'z qadamini yerga qarat. Astag'firullohni ayt. Mana haqiqiy mo'min shunday bo'ladi. Bu nigohlar nima uchun birinchi Alloh nigohdan boshladi? Bu nigohlar sekin-sekin ruxsat berilsa, gaplashishga o'tadi. Gap ochishga o'tadi.
Gap ochishlikka ham agar bo'lsa to'g'ri ma'noda gaplashyapman desa, sekin-sekin bu ham hech narsa bo'lmaydi, qo'l berib so'rashlikka harakat qiladi. Niyatim to'g'ri-yu, qo'l berib so'rashda xolos. Bu ham qolib ketadi, keyin xiyla joylarga yolg'izlar oxiri zino deb ataladigan badbaxt narsa vujudga keladi. Bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Alloh taolo o'shani eshigini yopib qo'yadi. Boshiga eshigini yopib qo'yadi. Jamiyat pok saqlashlik uchun erkaklar bir-biri bilan janjal bo'lmay, oilalar tavakkalda bo'lib, bolalar tirik yetimga aylanmasligi uchun boshlab qo'yadi. Shuning uchun hozir bizning kunimizda bundan ham xatarli narsa telefon bo'lib qo'ygan, Telegram bo'lib qo'ygan, WhatsApp bo'lib qo'ygan yoki imo deymizmi, ijtimoiy tarmoq tutuluvi. Hammasi ayollar. Yozishmalarda ham ayollar bor boshqa. Mana shu ishimiz yolg'iz holatda qolishlikka sabab bo'ladi. Ya'ni Rasulullohning eng qaytargan qattiq qaytaruvlaridan bittasi la yahluwanna ahadukum, sizlardan birontalaringiz ayol kishi bilan yolg'iz holatda qolmasin. Bu taqvodor bo'ladimi, qori murattab bo'ladimi, olim zabardastmi, valiyulloh bo'ladimi, nechtadir kitob yozgan qizig'i yo'q bu joyda. Bitta jins ajratilmaydi. Usul qoidada bitta qoida bor. Jins ajratilmaydi. Magar taqvodorlar bundan mustasno degan bo'lardilar. Hammamizga tegishlidir. Nomahram erkak, nomahram ayol xilvatda yolg'iz qolmasin. Illa kana thalithuhuma shayton. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, uchinchi shayton bo'ladi. Nechta olimlarni bilamiz. Dars o'qiyaman deb obro'yim to'kib, u to'g'ri, yaxshi gumon. Unaqa qilmagan. Lekin shariat qoidasini buzgan uchun to'g'ri qilgan bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Alloh dunyomizni ko'rsatyapti. Nimaga? Bitta sunnatga amal qilmagan. Shu xatarlardan ehtiyot qilish kerak. Ayolni yolg'iz taksiga chiqarib jo'nab borilmaydi. Bu ham o'shanga kiradi. Ayolni ichkasiga yozmaydi. Bu ham o'sha xatarga kiradi, yolg'iz qolishga kiradi. Keyin shayton, uchinchi shayton bo'ladi. Birinchi ibodatdan gaplashadi, Qur'ondan gaplashadi, keyin sekin-sekin boshqa amallarga o'tib ketadi. Shaytonning eng zo'r usuli shuda. Olimda olimcha aldaydi, yosh bolani yosh bolacha aldaydi. Shuning uchun bu hadislarni o'rganar ekanmiz, bu hadislar tagida bizni dunyomizga va oxiratimizga va insonlar ichida shubhani ko'tarishga sabab bo'ladi. Oilaning mustahkamligiga sabab bo'ladi. Siz o'sha narsaga qattiq turingda, Alloh taolo ahli ayolingizni ham saqlaydi. Siz o'zingiz so'yingiz bo'sh bo'ladigan bo'lsa, ahli ayollar xuddi shu yo'ldan ketadi. Chunki Allohning va'dasi. At-toyyibat va at-toyyibina va at-toyyibuna lit-toyyibat. Pokiza erkaklar uchun pokiza ayollar bor. Wal-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. No'g'ay ayollar uchun no'g'ay erkaklar bor. Allohning va'dasi. Siz o'zingiz bemalol qizlar bilan gaplashib yurgan bo'lsangiz, siz zo'r qiz olaman desangiz, xato. Alloh chiqar zot. To'g'rilab, balansi to'g'rilab qo'yadi. Shuning uchun azizlar o'zimizni ehtiyot qilaylik. O'zimizni ehtiyot qildi degani, ahli ayolga ehtiyot qildi degani. Ahli ayolingizni ehtiyot qildi deganingiz, farzandlarga ehtiyot qildi deganingiz. Farzandlarga ta'lim, tarbiya shart emas, agar o'zimizni ehtiyot qilsak. Hozirgi 21-asrda yashab turib gunoh qilmasak, Xudodan qo'rqsak, Alloh ko'rib turibdi, bandani e'tiborini qilmang. Alloh ko'rib turibdi degan taqvo bo'lsa, oila qanday buzilsin? Hozirgi yosh oilalarda buzilishi nima bo'lyapti deb o'ylaysiz? Sababi shu telefon bo'lyapti. Adashib sashili desa ham xotinni qo'yib yuboryapti, surishtirib o'tirmay. Chunki shubhada bu. O'shaning uchun shubhani eshigini Rasululloh alayhisalom yopib qo'ygan. Biz ham yopaylik shu eshikni. Shuning uchun biz erkaklardan juda katta matonat talab qilinadi. Mana shu to'yimiz kunida, to'y kunidagi kuyov bola bilan kelinni duosi ijobat degan. Nimaga? Sunnat barpo bo'lyapti. Rasulullohning sunnatlarini barpo qilingan holatdagi duo ijobat. Biz yoshlar nima qilyapti bu paytda? Qulansa hid keladi og'zida. Aroq ichgan, konyak ichgan xotini bilan birga bo'lyapti. Bismillah yo'q, boshqa yo'q. Tug'iladigan farzandlar bo'ladi. Min hazzi shayatin, shaytonlarning nasibasi bilan tug'iladi. Chunki og'zidan qulansa ketyapti. Badallarga urib ketdi bu narsa. Balki pokiza tahorat bilan, g'usl bilan, kirib, bismillah bilan kirib, 2 rakat shukrona namozini o'qib,
Sure Toha'ni o'qib, Allohdan duo qilib so'rab, Ibrohim